Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Assalatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bugungi o'tadigan mavzuyimiz va bu juda ham katta aslida va juda ham muhim bo'lgan tajvid qoidalaridan sukunli nun va tanvin qoidalari. Shundaga sukunli nun va tanvinni hozir ko'rib o'tamiz. Kitobni olganlar aytishingiz mumkin, u yerda boshqa mavzular bor-ku, nega birdaniga bu mavzularni o'tyapmiz desangiz, bir narsadan qo'rqaman, agarda kitobdagi mavzularni har birini ichiga kirib o'rganadigan bo'lsak, sizda shunday bir tushuncha hosil bo'lib qolishidan, ya'ni bu narsalarni qachon o'rganaman, menga qiyin bo'layapti degan bir tushunchani paydo bo'lib qolishidan qo'rqamiz. Shuning uchun hozir bizning uslub eng katta mavzularni va eng ko'zga tashlanadigan mavzularni sizlar bilan tushunib olib, ya'ni daraxt deb faraz qilsangiz, biz hozir daraxtning kichik-kichik novdalari, ya'ni shoxlarini emas, tanasini o'tib olaylik, ha? Biz daraxtning tanasini tanib olib, ana keyin shoxlarini sekin nima qilamiz? Ko'rib, shoxlardan keyin barglarga o'tamiz. Mana shunday bir uslubda o'rganyapmiz. Kitobda esa ba'zan shunday bo'ladi, birinchi daraxtning bargi o'tiladi, keyin shoxlari o'tiladi, keyin tanasi o'tiladi va shunday holatda ba'zi bir o'quvchilarimizda qiyinchilik yuzaga kelib qolishi mumkin. Demak, sukunli nun va tanvin o'zi nima? Sukunli nun va tanvin juda ham oddiy. Biz buni hozirning o'zidayoq bilamiz. Biz bilar edik nun harfini bilamiz. Agarda mana shu nun sukunli bo'lib kelsa, bizda qanday o'qir edik? Shunchaki, misol uchun mana bunday bo'lsin. An bo'ldi. Sukunli nun mana shu holat. Qiyinmi? Aslo qiyin emas. Sukunli nunni taniysizmi? Taniysiz ko'rganda. Endi esa tanvin. Sukunli nun va tanvin. Tanvinni biz bilar edik, albatta. Qaysi tanvinlarimiz bor? An, in va un. An, in va un tanvinlarimiz bor, ha? Bular ham nomlanishi albatta esimizda. An, in va un. Endi esa, xo'sh, sukunli nunni bildik. Tanvinni bildik. Nimaga kerak bu? U shundoq ham bilardik-ku deydigan albatta ziyrak o'quvchilarimiz bo'ladi. Nimaga kerak? Rostdan ham. Sukunli nun va tanvinning ichida qoidalar bor. Hozir sekin ularni hali ko'rib o'tamiz va ahamiyat bering. Sukunli nun va tanvin mantiqan bir narsa, ya'ni bizni bir yo'lga olib boradi. Qaysi yo'lga desangiz, mana shu. Ya'ni n deb o'qiyapmiz oxirini, nima bo'lganda ham mana an, ya'ni an n deb o'qiyapmiz. Bu yerda ham oxirida mana n bor. Ni emas, nu emas, na emas, nning o'zi. Ana shu nima ekan? Sukunli nun. Va tanvin deb qo'shganimiz ham aslida sukunli nun bor tarkibida. Mana o'sha sukunli nun. Chunki bu mana bundaydi. An, ha? Bu esa in, ha? Bu esa qanday? Un. Ya'ni mantiqan tarkibida sukunli nun bor. Tanvinlarni ham. Shunday ekan, biz hozir sukunli nunni bildik, tanvinni bildik, ya'ni oddiy qilib aytganda n. Sukunga uchragan n. Eng soddasi, bundan soddasini bilmadik. Demak, biz ko'rdik, yozib oldik, tushunib oldik. Endi esa nimaga kerak ekanligini sekin keling tushunishga harakat qilaylik. Sukunli nun va tanvin nima uchun kerak? Qayerda ishlatamiz? Qanday qoidalari bor desangiz, demak, yozib olamiz hozir. Sukunli nunning qoidalari bor. Qoidalari 4 ta asosiy qoida. Birinchisi izhor, ikkinchisi idg'om, uchinchisi iqlob, to'rtinchisi ixfo. Izhor, idg'om, iqlob, ixfo. Agarda siz mana shu 4 ta qoidani inshaalloh tushunib oladigan bo'lsangiz, siz sekin asta mening ham qo'limdan tajvid qoidalarini o'rganish kelar ekan-ku degan bir
xursandchilikni kashf etasiz inshaalloh. Demak, mana shu qoidalar, bu 4 ta qoidani sekin o'tamiz va umumiy mantiqini hozir harakat qilaman sizlarga tushuntirishga. Bu qoidalar shunday qoidalarki, har bir qoidaning ichida qandaydir harflar yotadi. Ya'ni izhorda nechtadir 6 ta harf, idg'omda buncha harf, iqlobda buncha harf, ixfoda buncha harf bor ichida, ha? Endi esa biz sukunli nun, biz o'rgangan sukunli nun. Mana shu qoidalarga yo'liqqanda, ya'ni mana shu qoidalarning ichidagi harflarga yo'liqqanda bu holat yuzaga keladi. Ya'ni sukunli nun biz o'rgangan alifboning harflaridan qaysi birigadir yo'liqqanda albatta qandaydir bir qoida yuzaga keladi. Sodda qilib, agar buni tushunmagan bo'lsangiz hech qisi yo'q, hozir sekin anglab yetamiz. Ya'ni sukunli nun mana shu bir qoidalarning ichidagi harflarga yo'liqib qandaydir bir hodisa yuzaga kelar ekan. Qanday hodisa bo'lishi mumkin? Gohida ikkilantirib yuborilishi mumkin, gohida bir harfni ikkinchi harfni ichiga kirgizib yuborish, yashirib yuborish kabi holatlar. Hech o'ylamang, qiyin emas. Mehnat ila erishiladigan, muhimi tushunib olsangiz bo'ldi. O'xshamasa ham siz tushunib oling, hech bo'lmasa eshitganda ha, bu qoida ishlayapti-ku degan bir ilmni ola olsangiz, amalni sekin-sekin o'rgana olasiz. Agar bir martada o'xshamasa ham demoqchimiz. Endi esa keling izhor qoidasini birgalikda ko'rsak. Izhor o'zi nima? Izhor o'zbek tilida ham bor. Izhor degani lug'atda bayon qilish degani. Bir narsani bayon qilish, ya'ni ko'rsatish, namoyish qilish. Endi esa u mazmuni nima? Tajvidda qanday ma'noga ega desangiz, hozir sizga avvalo bu izhorning harflarini keltiraylik. Izhorning harflari 6 ta ekan, ha? 6 ta harf. Bular biz bilgan ha, xo juftlik bilan yozamiz. Ayn, g'oyn va oxirgi juftlik hoy havas, ya'ni ha, eng yumshoq ha, hamda biz bilgan qaysi hamza tovushi. Tovush. Ya'ni biz alif, vav, yaylar bilan ko'rgan, biz tanigan tovush. Demak, mana shu 6 tasi ichida bir tovushimiz ham bor ekan va alifbo nuqtai nazardan bo'lsak, bunga alifni qo'shib qo'ysangiz ham bo'ladi. Chunki alifning o'zi hech qanday harf bildirmasdi-ku. Shunday ekan, alifni shunchaki yoniga kursi sifatida qo'shib qo'ydik. Demak, 1 2 3 4 5 6 ta harfimiz izhorni bildirar ekan. Endi izhor nima desangiz, bu eng oddiy, ya'ni qoida deganda ham qanday qoida desangiz, sizni qiynamaydigan bir qoida. Sukunli nun mana shu 6 ta harfdan biriga yo'liqqanda, tushundingmi? Izhor harflarga yo'liqqanda hech qanday g'ayrioddiy o'zgarish bo'lmaydi. Biz nunni bildirib o'qiymiz. Shunchaki hozir misol uchun bir Qur'oni Karimdan misollar keltirilgan kitobimizda ham. Bir misolimiz min, min ilmin, min ilmin, min ilmin. Biz nima qilyapmiz? Shunchaki hech qanday qo'shib yuborish yo'q, ulab yuborish yo'q, yashirish yo'q. Ya'ni biz boya ko'rgan qolgan boshqa qoidalarda hali ko'rib o'tamiz. Boshqacha bir uslub bor. Ya'ni gohida qo'shib yuboramiz. Esingizda bo'lsa, shamsiy va qamariy harflarni o'tdik-a biz siz bilan. Shamsiy va qamariy harflarda l haqqini shamsiy harfga berib yuborib, shamsiy harf tashdid olar-da. Xuddi shunga o'xshagan bir uslublar bor. Faqat bu safar l bilan emas, nun bilan bo'ladi. Izhorda esa ana shu qoida ishlamaydi. Shunchaki izhor qilamiz biz. Borini o'qiymiz, qo'shib yubormasdan o'qiymiz. Min ilmin, min ilmin yoki hakimin yoki hakimin, mana qarang.
Mana bu yerda ham sukunli nun bor, ya'ni tanvinning ichidagi sukunli nun demoqchimiz, in. Inning nisi bor. Ana shu n hozir qandaydir harfga yo'liqadi va bu harf qaysi harflardan biri? Izhor harflaridan. Hakimin, hamid. Hakimin, hamid. Biz borini o'qiyapmiz. Yana aytaman, borini o'qiysiz, ulab yubormaysiz. Ulash qanday bo'lardi deysiz, albatta. Ulashni hozir keyingi qoidalarda ko'ramiz va hozir ham harakat qilib ko'ramiz. Biroz xunuk chiqadi va xato chiqadi. Ulamoqchi bo'lsangiz, siz faraz qiling, mana buni ikkalasini, buning haqqini bu yerga yashirib yuborgandek, Hakim, Hamid deb o'qishning o'zining ilojisi yo'q-da, sababi tilingiz yo'l qo'ymaydi. Til mahrajlari juda uzoq. Hakimin hni aytish uchun tilingiz yana orqaga ketadi. Qolgan qoidalarda sukunli nunga qanchalik keyingi kelayotgan harf yaqinligiga qarab har xil qoidalar yuzaga keladi. Juda yaqin bo'lsa, ya'ni juda bir-biriga yaqin bo'lsa, sukunli nun yoki tanvin o'zidan keyingi kelayotgan harfga yaqin bo'ladigan bo'lsa, gohida butunlay o'tib ketadi keyingi harfga. Uni ko'ramiz. Demak, izhor 6 ta harf nima qilar ekanmiz? Shunchaki oddiy o'qiymiz. Buni yana oddiy yaxshi tarafi, siz izhorni bilmagan taqdiringizda ham aslida shunday o'qiysiz. Shuni tushunib oling. Yaxshimi? Demak, o'ylaymizki, umumiy ma'lumot izhor haqida mana shu, ya'ni o'zingizni qiynamasdan borini o'qish, ya'ni izhor qilish, bayon qilish, hech qanday qo'shimcha qoidalarsiz, ya'ni oddiy o'qishimiz izhor, eng oddiy sukunli nun va tanvin qoidasining eng birinchi va eng oddiy qoidasi. Yozib oldik, davom etamiz. Demak, keyingi ikkinchi qoidamiz idg'om qoidasi. Buning harflari qaysi desangiz, mana shu iborada o'z ichiga olgan, mana shu ibora o'z ichiga olgan yarmalun. Yarmalun, mana shuni yodlab oling. Yarmalun. Demak, buning ichidagi harflar qaysilar? Ya, ro, mim, lam, vav, nun. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta harf ekan. 6 ta harf yarmalunning ichiga kirgan mana shu harflar. Endi esa idg'om qoidasi qanday? Idg'om qoidasi biz o'tgan sukunli nun yoki oddiy boshqacha aytganda tanvin, qisqasi mana shu ushbu idg'om harflardan biriga yo'liqqanda idg'om hosil bo'ladi. Endi esa idg'omning ma'nosini ko'raylik. Idg'om lug'atda bir narsani ikkinchi narsaning ichiga kirgizib yuborish deyiladi. Misol uchun o'tgan darsda, bir darslarimizning birida aytgandik, qilichni qiniga kirgizish yoki boshqacha aytganda kitobning idishi bo'ladi. Misol uchun kitobni biz solib qo'ydik, yopdik, ya'ni kitobning sumkasi deymizmi va hokazo. O'zingiz ko'z oldingizga keltira oladigan misol oddiyroq. Endi idg'om mana bu holatda qanday ishlaydi harflar bilan? Biz nima qilamiz bunda? Nimani ichiga kirgizib yuboramiz desangiz, sukunli nunni, ya'ni n-ni mana shu harflarning ichiga kirgizib yuboramiz. Bu qanday bo'ladi? Misolda ko'raylik. Demak, bir misolimiz, xo'p, bir misolimiz, misol uchun min bo'lsin, min qo'shuv, ya'ni min nimaga uchradi? Hozir ko'rasiz. Valin. Valin. Bu alif. Tanidik. Min valin. Ha? Qo'shilmagan. Min valin. Bu qanday bo'ladi desangiz, biz hozir qiladigan ishimiz ana bu nunni olamizda. V qanday harf edi? V idg'omning harflaridan biriga uchrayapti. Biz n-ni olib v ning ichiga kirgizamiz. Bu qanday o'qiymiz endi desangiz, juda ham oddiy. Sukunini olib tashlaysiz, sababi siz endi n-ni o'qimaysiz. Nega desangiz, bu yerga biz berib yubordik n-ni. Endi esa v og'irlashdi. V endi ichida n ham bor. Lekin bu yerda tashdid qilamizda, o'qishimiz esa qanday bo'ladi? Siz bilgan bu yer tepada min valin edi. Min
valin, ha, valin. Endi esa bu yerda qanday bo'ladi? Birdaniga midan keyin vo'yga o'tib ketib, ikkilantirib o'qiymiz va bir oz ushlab turamiz. Ya'ni tashdidligini bildirib 2 soniya desak ham bo'ladi. Miu, miuvalin, miuvalin, ha? Miuvalin. Shunchaki i'dan keyin vo'yga o'tayapmizda 2 soniya ushlab turibmiz va nafas shu yerda burundan chiqadi. Ma'lum nafas. Dimog'dan chiqadi ya'ni. Dimog'ingizdan nafas chiqadi. Demak, mana shuni tushundingizmi? Hozir yangi bir tushunchani aytishimiz kerak. Aynan shu joyda miuvalin, miuvalin yoki yana bir qoida keling. Man bu endi boshqa harfga. Man yaqulu, yaqulu, man yaqulu. Endi esa nima bo'ladi desangiz, yana shunday bir hodisa. Nun, ya'ni mana bunday sukunga uchraganni yega yo'liqyapti, o'zidan keyin ye kelyapti. Ye ham idg'om harflardan biri. Endi esa yana o'shanday bir hodisa, nni olamizda, buning haqqini nima qilamiz? Yega berib yuboramiz. Va ye albatta tashdidlangan holatda xuddi shunday 2 soniya ushlab turib man emas, may deb birdan adan keyin yega o'tamiz. Yaqul, yaqulu, yaqulu. Shundiga yaqul 2 soniya ushlab turibmiz. Endi esa yaqul deganda dimog'dan chiqish degan tushunchani aytdik. Mana shu 2 holatda ham. Dimog'dan chiqish nima degani desangiz, shu yerni yozib oling. Shu yergacha yozib oling. Hozir yana bir yangi tushuncha deganimiz, balkim ko'pchiligimiz eshitgandirmiz. Eshitganlar uchun takrorlash, qolganlarimizga yangilik. Va juda muhim bir, kichik bo'lsa-da muhim bo'lgan tushuncha. Tajvidda idg'om degan bir qoida bor. Idg'om degan bir tushuncha bor. Idg'om nima desangiz, idg'om bu talaffuz qilayotganda havoning dimog'dan chiqishi. Ya'ni talaffuz qilayotganimizda dimog'dan, ya'ni ovozni dimog'dan chiqarish. Tushundingmi? Endi qanday bo'ladi desangiz, tashdidli nun va mim hali vaqti kelib ko'ramiz. Oddiy qilib aytganda, agarda nun yoki mimga tashdid yo'liqsa, biz uni idg'om qilamiz. Idg'om degani, ya'ni ushlab turib harfni talaffuz qilayotganda dimog'dan, ya'ni burningizdan ma'lum qismi burundan chiqib ketadi ovoz. Misol uchun siz bilgan suralardan A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Inna a'toynakal kawthar. Inna a'toynakal kawthar. Shundiga inna deb biz inna deb ketmayapmiz. Inna deb ketmayapmizda, o'sha yerda 2 soniya ushlash bor. Siz deb turing, ovozingizdan havo chiqishining imkoni yo'q. Inna deng, inna yoki mim yoki mana bunday. Bu hozir mana bu yo'q. Inna dediga deb tursangiz havo qayerdan chiqadi? Dimog'dan chiqyapti. Yoki mimmading deb turganingizda 2 soniya shunday deb tursangiz, bu ham dimog'dan chiqadi. Sodda qilib aytganda idg'om mana shunday ishlaydi. Idg'omning ishlashi biroz ushlab turasiz. Hozir sizga 2 soniya bo'lsin, hali harakat miqdorini keyinroq o'tamiz, sizni qiynamaslik uchun. Shunchaki 2 soniya. Inna, mimma. Xuddi shunday idg'om ishlaydi. Qayerda ham? May yaqul, miwal.
Min deganda ham hozir nunda ham bor, minda ham bor. Faqatgina nima uchun hozir biz siz bilan g'unnani o'tdik? Mana shu ikkita harfda lam va roda g'unna ishlamaydi. 2 soniya ushlab turmaymiz. Ya'ni idg'om o'z-o'zidan qanday bo'lyapti? Hozirning o'zida 2 ga bo'linib ketdi. G'unnali, g'unnali va g'unnasiz. G'unnali va g'unnasiz, ha? G'unnali va g'unnasizda demak ya, mim, vav, nun g'unnaliga kiryapti. G'unnasizga esa ikkita harfimiz. Biz hozir g'unnalini shundoq ham misollarni ko'rdik. Keling endi g'unnasizning misoli qanday desangiz, birgina misol. Min robbihim. Min robbihim. Mana bu yerda siz bilgan qoidaga ko'ra sukunli nun nima bo'lyapti? Sukunli nun roga, ya'ni qaysi harfga? Idg'om harfiga uchrayapti. Roga. Bizda nima bo'lish kerak? Biz bilgan qoidaga ko'ra nun o'zining haqqini roga berib idg'om hosil bo'lish kerak. Idg'om, ya'ni nunni roga kirgizib yuboradi. Mana shu yerda hammasida bo'ladi. Faqat farqi mana bu ikkalasida biz g'unna qilmaymiz. G'unna, ya'ni mir deb ushlab turmaysiz. Ushlab turishning iloji ham yo'q. Ya'ni talaffuz qilib ko'ring. Shunchaki ikkilantirib o'qiysiz. Mir robbihim. Mir robbihim. Mir robbihim deb ushlab tursangiz bu xato bo'ladi. Mir deb ushlab tursangiz, yana qaytaraman, xato. Shunchaki mir robbihim ikkilantiring bo'ldi. Qolgan harflarda esa mana bu qolgan 4 tasida esa qanday? G'unnali qilib talaffuz qilamiz. G'unnali qilib talaffuz qilamiz. Ya'ni misol qilib keltirdik. Miwalin, miwalin yoki n ga uchrasin. Yawma idhin n, yawma idhin na'imah, na'imah ga uchrayapti. Keling yozaylik. Nunga ham bitta bo'lsin. Mana. Yawma idhin, mana. Nima bu yerda? Qaysi holat? Tanvin, ya'ni baribir tarkibida n bor. Biz bilgan o'sha bugungi eng ko'p takrorlagan nayimiz bu na'imaga uchrayapti. Na'ima. Bu yerda demak qanday hodisa ro'y berar ekan? Mana bu yawma idhi dediga, yawma idhi aslida idhina yawma idhi deb turib neni aytmasdan yana qayta yawma idhi deysizda, idhin masda o'sha neni haqqini bu yerga otib yuborasiz. Yawma idhin na'ima, yawma idhin na'ima, yawma idhin. Bu yerda endi n yo'q. N aytayapmiz, bu yerga ichiga kirgizib yuborib aytayapmiz. Shuning uchun ham bu yerni ikkilantirdik va ikkilantirgan holatda bunday ikkilantirmadik. Bu g'unnasiz ikkilantirdik. Shunchaki mir robbihim. Bu esa yawma idhin na'ima. 2 soniya g'unna qilib, ya'ni yana aytamiz, dimoq orqali ushlab turgan holatda nima qildik? Talaffuz qildik. Yana sizlarga beriladigan vazifa, demak bugungi o'tgan qoidalarimiz sukunli nun va tanvinni nimaligini bilib oldik. Ikkita qoidasini o'tdik. Izhor va idg'om. Harakat qiling. Kitoblarni, qo'shimcha darsliklarni yoki boshqa bir qo'shimcha adabiyotlardan ko'rgan holatda yanada ichiga kirishga harakat qiling. Bu hozir aytganimizdek daraxtning umumiy tanasini ko'rsatdik. Tushundiga? Endi esa sekin asta siz daraxtning shoxalarini, barglarini,
amaliyot yordamida, ko'proq eshitish yordamida sekin asta kashf qilib borasiz inshaalloh. Vazifamiz yana shunday: g'unnaliga 10 ta misol, g'unnasizga 10 ta misol topishimiz kerak bo'ladi. Eshiting, ko'ring, fikr qiling. Shunchaki sukunli nun yoki mana bu in, an, unlar mana shu harflardan biriga uchrayapti va idg'om sodir bo'lyapti. Idg'omning nimaligini ko'rdik, g'unnali g'unnasizini ham ko'rdik. Ha? Va yana bir vazifamiz, undan oldingi izhorga ham 10 ta qoida. Ya'ni 10 ta misol topamiz. Izhorga 10 ta, idg'omga jami 20 ta, g'unnaliga 10 ta, g'unnasizga 10 ta. Tushunarli bo'ldi degan umiddamiz. Vazifalarni qilamiz, imkon bo'lsa jo'natamiz, tekshirib olamiz va iltimosimiz, siz qoidalarni bilib, o'rganib, tushunib oldim, bo'ldi, men o'qishni boshlayman deb, to'g'ri o'qiyapman deb o'ylamang. Qur'oni Karimni iltimosimiz baribir ustoz yordamida eshittirib, o'tkazib oling. Ya'ni biror bir tanishlaringiz yoki siz bilgan yaqinlaringiz orasida Qur'oni Karimga tushgan ustozlar bo'lishi mumkin. Shulardan hech bo'lmasa o'zingizning qiroatingizni bir o'tkazib oling. Bilgan suralaringizni, kichik suralarni. Ana shunday qilib sekin astalik bilan biz yurishni boshlaymiz. Hozir chunki biz harf taniyapmiz, sekin asta qoidalarni ko'rib, ya'ni biz endi yurishni boshlayapmiz. Hali endi yurishni boshlashni bilayotgan bola birdan yugurishni boshlamoqchi bo'lsa nima bo'ladi? Qoqilish ehtimoli katta. Shunday ekan, keyingi darslarda uchrashguncha Allohga omonatsiz. Vassalomu alaykum va rahmatulloh.